Maskandan tayyorlangan lavha bor. Birgalikda tomosha qilamiz. Keyin mana shu suhbatni yana davom ettiramiz. Bizdan uzoqlashmang. Faqat lavhani tomosha qiling. Yangiariq tumanidagi Kattabog' mahallasi hunarmandchilik va tadbirkorlik rivojlangan hududlardan biri. Aholi asosan kulolchilik, ko'rpa qavish, tikuvchilik va pazandachilik kabi faoliyat turlari bilan mashg'ul. E'tibor Yo'ldosh va ko'p yillardan beri kasanachilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Mahalladagi ayollar hunarmandning ishiga ko'makchi. Ayni jarayonda ular ham ushbu kasb sirlarini o'rganishgan. E'tibor opa, mana ko'ryapmiz, ko'rpa tikish jarayonlari qizg'in davom etyapti. Keling, mana shu ish jarayoniga bir o'zingiz izoh berib o'tsangiz. Elimizda, yurtimizda shu to'ylarda ko'rpalarni tikamiz. Yosh bebeklar bunda ko'rpachalar tikamiz. Ko'chana qoshlari tikamiz. Shuni qurumushlardan tikib beramiz. Qadim ko'naklardan go'z uchun ham yaxshi bo'ladi. Shu 35-40 yil bo'ldi tikib kelyapmiz. Qaynanam ustam bo'ladi. O'g'illarim, qizlarim, axtiqlarim hammasi tikadi. Galillar, to'ylara yaxshi gullar tikamiz. Endi mana qaynonadan o'rgangan hunar sirlarini siz ham bevosita o'rtoqlashib kelyapsiz ekan. Qiziquvchilar ko'p albatta. Mana yosh qizlar ham qiziqishi mumkin. Dastlab nimadan boshlaganlar ma'qul ish jarayonini? O'zlarida bir qiziqish muhim ahamiyatga egami yoki bir qobiliyat, iste'dod bo'lishi kerakmi mana shu hunarni boshini tutish uchun? Materialni olib bitishni o'rgataman birinchi. Keyin paxta solamiz. Qovashni o'rgataman. Mana shu ko'rpamiz misolida suhbatimizni davom ettirsak, qancha vaqt sarflanadi mana shu ko'rpani yakuniga yetkazish uchun? Shogirdlar bilan tiksam 2 kunda, 1 kunda ham tikaveraman. Qistag'il bo'lsa tez tikamiz. Kulolchilik qadimdan rivoj topgan hunarlardan biri. Ayniqsa Kattabog' mahalla aholisi orasida avloddan avlodga o'tib, yanada sayqallanmoqda. Kulol Odilbek Rahimov ushbu hunarmandchilikni ota kasb sifatida davom qildirgan. Farzandlar, nevaralar ham ushbu yo'nalishning davomchilariga aylangan. Loydan san'at asari yaratishda Xorazmning o'ziga xos an'ana va qadriyatlar ifodasini ko'rish mumkin. Bize ailevi kulolmiz. Ben 6. avlod vakili. Ben dedemle, akemle, dedemden dedelerim şu kulolchilik bilan shug'ullanib, xalqqa shu kulolchilik, sopol idish tovoqlarni tayyorlab chiqarib berib berishganlar. Men ham shu 12 yoshimdan boshlab dedemlarning yonlarida yurib, kulolchilikka qiziqib, mana hozirgacha katta usta bo'lib yetishib, o'zimni shogirdlarim ham hozir katta usta bo'lib yetishdi. Kattabog' kulolchiligi dunyoga mashhur. Bu yerda kulollardan mana akam o'tganlar, O'zbekiston xalq ustasi bo'lganlar. Shularni izdoshlari bizlar ham shu kulolchilik bilan shug'ullanib kelib, ko'rik tanlovlarda, chet ellarda, festivallarda bo'lib, shu o'zlarimizni Kattabog' kulolchiligini yuqori cho'qqilarga chiqarishda o'z hissalarimizni qo'shib, hunarmandchilik yo'nalishi, hunarmandchilik idish tovoqlari bilan o'zimizni yangi O'zbekistonimizni nomini dunyoga tanitib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda asosiy ishlarimiz koshinchilik bilan bo'lib turibdi. Qo'limda turibdi. Mana shu sopol idishlarni yasashni, ularga naqsh orqali pardoz berishni, shu ota-bobomizdan qolgan naqshlar, idish tovoqlar. Endi ularnikiga qaraganda hozir o'zgarishlar bor, lekin asosiy Kattabog' Xorazm kulolchiligida
mana shu qo'limdagi badiya deb nom berib yuritiladi. Mana shu ota bobomizdan qolgan bizga meros, shuni o'zgartirmasdan, lekin formalarini bir boshqacharoq qilib nima qilgan bilan, uni yangilik kirganimiz bilan stolda o'rnashib turishi shu ota bobomizdan qolgan nima, shuni hozirgi kunda nevaralarimga ham o'rgatib kelyapman. Mana shogird qizim, ularga ham, o'g'illarimga ham, o'zimiz mahalladan kelgan yosh shogirdlarimiz bor, ularga ham shu kattaboq kulolchiligini, tarixini o'rgatib, naqshlari, bezaklarini, qanday ishlashni, ish jarayonlarini hammasini o'rgatib kelyapmiz. Shu kulolchilik sohasida, hunarmandlar oilasida dunyoga kelib, shunday ishlarni sopol idishlarga naqsh berish, xumlarni yasash, koshinlar ishlab chiqarib, yangi imoratlarga o'rnatib berish orqali men faxrlanaman. Birinchi o'rinda shu dadam, akamlardan qolgan meros, ulardan o'rgangan hozirgi kunda ustachiligimdan faxrlanaman. Yarim tayyor mahsulotlarni yetkazib berish ham aholining asosiy daromad yo'nalishlaridan. Ayollar ana shu faoliyat turi orqali o'zlarining bandligini ta'minlashgan. Bizning Kattabog' mahallamizda aslida avvaldan qadimdan hunarmandlar, tadbirkorlar yashab kelgan, shu taxtaband elati degan elat bo'lgan, shu taxtaband degani shu butun hunarmandchilik buyumlarini, mahsulotlarini sotadigan bu qadimiy tarixga borib taqaladi bu. Shundan kelib chiqib shu hunarmandchilik hozir ham rivojlanib kelayotir. Mahallamizda tadbirkorlik, ina hozir bizlar shu davlat korxonalarida, ina mahallada ishlab hozir nafaqada o'tiribmiz. Lekin hali uyga kirib qolganimiz yo'q. Hozir faol nuroniylar safida kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ishlab turibmiz. Hamda shu mahallamizdagi bugun ina Jumaniyazova Sharofat nafaqaga chiqqan. Shu nafaqaga chiqqandan keyin ham o'zi bekor o'tirmasdan shu tevarak atrofdagi 3-4 ta kelinlarni yig'ib, har kuni yarim mahsulotlar tayyorlab, ina chuchvara bo'kib, keyin shu ish bilan ta'minlab bu kelinlarni, ayollarni hamda tevarak atrofda shu mahallamizda, tumanimizdagi ba'zi bir magazinlara shu yarim tayyor mahsulot chuchvara yetkazib beradilar. Hamma xursand, kelinlar ham xursand. O'zlari daromad topayotgandan Sharofat ham xursand. Nafaqaga chiqib ishsiz qolmay o'tirib o'zi shularni jamlashtirgandan, ko'rpachilik bilan shug'ullanayotgan ayolimiz ham, e'tibori ham nafaqada. Bu ham 30-40 yil bo'ldi o'zini qaynonasidan o'rgangan hunari bilan ro'zg'or tebratib, shu to'ylar qilib, qanchadan qancha shogirdlar yetkazib chiqardina. Shu bizni tevarak atrofimizda shu ko'rpachilik bilan yostiq, undan keyin ana yubka ko'rpalar tayyorlangan avval bizlarda yeyma deydi, uni yoyma deydi. Shu narsalarni shu avvaldan tayyorlab keladi. Qarang, o'zlarini kayfiyati zo'r bo'ladi. Nimaga deganda qarib bir joy uyda o'tirib qolmadi bular. Hali keksa yeb yo bir boshqa bo'lib shu baribir shu elni ko'rina yarab turibdilar. Elga xizmat qilib, elni ko'rina yarab, oilalarini ham bekamu ko'rsatib, to'kin sochinatcha hissalarini qo'shib turibdilar. Shunday nuroniylarimiz juda ko'p. Mehnat va harakat bu tushunchalar bir-birini to'ldiradi. Ayni tamoyil esa har bir sohaning rivoji va barakasini ta'minlaydi. Kattabog'liklar ham o'z faoliyatida ana shu jihatlarni aks ettirgan deyish mumkin. Ana shunday izlanishlar esa hunarmandchilik va tadbirkorlikning aholi orasida keng tarqalishiga hissa qo'shadi.